Jaloliddin Ahmadaliyev. Kelibsiz-ku? Kelibsiz-ku? Salomat. Qani? Amakiga chaqib qo'yingchi. Qayerda yuribsiz? O'tgan darslar nima yo'q edingiz? Qani baqa chiqingchi? Baqa chiqingchi. Keling. Baqa keling. Uka hozir eshitasan mendan. Mendan eshitasan hozir, ha? Savol beraman, topsiz, yana qayta joyingizga o'tirib, kim kirgizdi bu bolani darsga? Bo'lmasa mana shu yerdan u o'ladi. Chestniy bo'ladi. Savol. Menga qarang. Nima o'tgan safar qiynavdim bir joyga olib borib, qo'shiq qilib chiqarib yuborsizmi? Ha, yetar, qiynoqlaring. Kerak emas. Kerak emas. Yetar, azoblaring. Qiynaganim nima qilmayman. Demak, savol, odamning ichiga nimaga bunaqa bo'ladi? Shu bunaqa bo'lsa bo'lmaydimi? Uni bir o'ziga yarasha sababi bordir-da, shunaqa bo'lmasa kerak. Olib qochmayman unga o'xshab. Nimaga odam organizmidagi ichak bunaqa. Shu bunaqa bo'lsa bo'lmaydimi? Bunaqaligini bilmadim-ku, o'sha kelgan o'sha ovqatni, o'sha vitaminlar, kerakli vitamin shu ichaklar olib qolishi uchun adashmasam. O'sha meditsinadan xabarim yo'q-ku. Bilganmiz. Siz san'atni qattiq ushlang. Meditsinaga aralashmang. Nimaga bunaqa bas? Chunki agar odamning ichiga bunaqa bo'lganda qaynoq suv ichsa, u kuyadi. Tushundingizmi?